Men Mahliyo Mahliyor, Navoiy viloyati Navbahor tumani 11-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi tasviriy san'at sinf o'qituvchisiman. Men o'quvchilarga qo'llab kelayotgan metodlardan biri grechka metodi bo'lib, o'quvchilar bir vaqtni o'zida tasavvur qilishga, tafakkurni oshirishga, xotirasini mustahkamlashga va qo'l motorikasini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar barmoqlari orqali yaratayotgan asarlariga jon bag'ishlabgina qolmay, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.